Hozir 30-aprel tugaydi-ku, 5-10 barobar qattiq deportatsiya bo'ladi. Saxirvani hozir men ko'p ko'ryapman-da. Bu sharoit, bu tinchlik, xavfsiz bunaqa sharoitlarni ko'rib, u aytadi, men bu vaqtlaroq deydi. Migrantlar uchun bu hozirgi mana o'qish imkoniyati juda ham sotsialniy страховая подушка desak ham bo'ladi. O'qisa, diplom bilan borsa, men o'ylayman, u yoqqa biror davlat ishga kirib bemalol ishlasa bo'ladi. 100%. 1300 rubl общагаga to'layman desa, вот mana sizda inson faqat ko'rmagunizcha, Ha, ishonmadim, borib ko'rdim. Borib hayotini o'zgartirib olishga men gatovman. Patent yo'q. Работодатель student qabul qilishga haqqi bormi? Yashash joyi bor, yashash joyi bor, ha. Xotin, bola chaqangiz bo'lsa ham yashash bo'lar ekan. Общагada. Семейный. Mashina olamiz, 4 ta g'ishtusiga ko'tarib qo'yamiz. O'zimiz bu yerda avtobusda yuramiz. Ko'rpacha orasiga qo'yib, so'rasa o'zi bilan olib ketgan deb aytib qo'ygan deydi. O'zbekistondagilarga murojaatim, o'zinglarni qiynab, super kontrakt. Super kontrakt. Super kontrakt. Hozir RVPO beryapti. Biz RVPO olish uchun diplom olishimiz kerak edi. Nima uchun bizda o'zimiznikilar shu narsalarni bilmaydi? Bilmaydi, elementarni bilmaydi. Buni hech kim chiqib bizga o'xshab gapirayotgani yo'q. Mana endi gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Men Arslonbek Almardonov. Preobrazovание kompaniyasi asoschisi. Kompaniyamiz 7 yildan beri musofir yurtdoshlarimizga Rossiya Federatsiyasida barcha kollej, universitetlarga kirishda yordam berib kelmoqda. Bizning studentlar hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida qonuniy ham o'qib, ham ishlab yurishibdi. Xullas, agar siz ham o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, bizning kompaniya sizga bunda chin ko'ngildan yordam berishga tayyormiz. Murojaat uchun raqamlar ekraningizda. Endi esa videoni ko'rishda davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun ikkita mehmonni chaqirdim. Birinchisi bu ustoz Shifus Rustam aka Rahmonov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Pichadan keldilar, sразу ushlab oldim. Podkastga qamadim. Ikkinchisi o'zimizning mezbon Iskandar aka Makedonskiy. Hammaga salom. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Lekin bu haligi eng trendiy gap. Qaranglar kimni tutib oldim. Bilmayman nimaga shunday deydi. Biz majburlab Xuddi rozisiga yurganda yurasiz. Eng oxirgi kelgan o'zim men. Shuni aytaman. Ishlab oldim dedi. Biz nima uchun yig'ildik bu yerga? Bugungi mavzumiz ko'chada уже 12-kuni bahorda 2025-yilda. Bu degani nima degani? Hamma hozir taraqqiroq qilib, ta'zi yurist bo'laman, ikkinchisi deputat bo'laman, uchinchisi diplomat bo'laman deb yuribdi. Shularga ozmi ko'pmi sizlarda baribir opit katta, menda znaniya yetarlicha. Shu mavzuda bir o'qishga kirish. Ikki og'iz suhbat qilib, kam ko'z nimani o'zgartirgan bo'lardim, nimani qo'shgan bo'lardim. Ana shu temalar to'g'risida shunda biz boshladik. Mana qarangda Arslon. Keling o'zimizgilar haqida gaplashaylik. Hozir bo'layotgan voqealar, misol juda ham ko'p migrantlar chiqarilyapti. Studentlarchi? Studentlarda qanaqa? Bu temada men hozir juda ko'p gaplarni gapiraman. Studentlar bular отдельный respublika. Bularning orqasida universitet turadi. Bular ularni boshidan birinchi o'rinda universitetga qo'yilgan maqsad bularni dokument tomonlama железный qilib olish. Masalan, sразу olib keladi, kelgandan bizga aytgan gapi nima bo'lgan? Chemodanni shunday общежитияni oldiga qo'yasizlar-u, birdan viza отделga kelasizlar. Kelib, shunday pasportimizni berganmiz, kopiya qilib, migratsionkadan kopiya qilib olib qolib, registratsiya 3 kundan keyin tayyor qilib bergan. общежитияga registratsiya qilib. общежитияga. 1 yilga qo'yadimi? Bizga boshida oldin 1 yilga qo'yadi. Hozir 1 yilga, hozir 3 oyga qo'yadi. Har 3 oyda registratsiya qildirishingiz kerak. Yo'q, hozir har 3 oyga qo'yadi. 3 oyda ichida sizga muhlat beradi. Borganda daktaloskopiya qilib kelgan deydi mana rasmi. Qo'l ishchalari. Yashil kartochka. Uni yaqinda o'sha zakonga kirgizib, hozir yana dalshada работать qiladi. Keyin siz 1 yilga registratsiyani продление qilib beraveradi. Siz kirdi chiqdi qilishingiz ham shart emas. 4 yil agar siz yerda komfortna bo'lsa, naходиться qilish. Yuraverasiz. 4 yil sizga registratsiya qilib beraveradi. Kirdi chiqdi qilish shart emas. Kirdi chiqdi. Keyin o'qish tugatgandan keyin sразу RVP olsa bo'ladi. O'qish tugatgandan keyin shu eski migratsionkangiz bilan sразу yugurib borasiz-u, topshirasiz. RVP ga. Tugatmasdan RVP olsangiz, RVP olasiz. VNG ga topshirasiz 6 oy ichida sразу. Yutug'i shunda. VNG ga sразу topshirasiz. 6 oy ichida. O'qish tugatganingizdan keyin. Tugatib RVP olgan bo'lsangiz, o'qish davomida. Qarang, o'qish tugadi-ku, RVP qancha deysiz qiladi? 6 oy. Ha, 6 oy. Shu 6 oy ichida siz VNG ga tashlaysiz bo'ladi.
donu bez problema oladi. Hech qanaqa ularga отдельный kvota ajratilgan для studentов. endi qarangda studentlar ishlasa bo'ladimi? Конечно, mana zakon. No patent mana qarangda, keling как есть gaplashaylik. Patent yo'q. Работодатель studentni qabul qilishga haqqi bormi? Конечно, zakon tomonlama ruxsat berildi bu narsa. Endi RVP oiz bo'lsa, RVP narsada, RVP bu ham RVP. RVP bilan Patent ishlash kerak emas. mumkinmi? Mumkin, конечно, mumkin. Mashina sotib olib o'zingiz nomingizga qo'yish mumkinmi? Mumkin. Uy sotib olib uyni o'zingiz nomingizga qo'ysangiz bo'ladimi? IP ochsa bo'ladimi? IP ochsangiz bo'ladimi? OO ochsangiz bo'ladimi? Ha. Mana hozir biz bo'lgan paytlarimizda biz faqat xaltura qilib yurardik. Hozir zamon boshqacha. Iskandar aka yaqinda aytdi, hozir oldinlarini esladi. Hozir kuniga o'zgarish. Kuniga o'zgarish bo'lyapti. Boshidan to'g'ri kelganlarga u foydaga o'zgarish bo'lyapti. Hozirgi kunda mana siz aytyapsiz-ku, migrantlar kelyapti. O'sha migrantdan legallashtirishni asosiy yo'llaridan biri bu yoshlar uchun-da, student bo'lish. Chunki oldin men bilaman Rossiyaga o'qishga kirishsa, wow deydi. Wow deydi. Biz vaqtimizda shunaqa. Men bilaman, ayniqsa eng qimmat pul tiklaydigan narsa bu meditsinskiy edi. Mana shu edi. MGU. Wow. Meditsinskiyda hozir imkoniyatlar juda ham zo'r. Eng birinchi o'rinda bu legallashishga birinchi qo'yiladigan yengil imkoniyat. Ya'ni kimgadir posrednikka faloncha rubl tam berib turib RVP qilar ekan, o'zi qilar ekan, aytibsa yolg'on. Bu yerda vot zakonni, ya'ni Rossiya tarafidan shuncha imkoniyat Yaratib qo'yilgan zakon bu, faqat shu yo'ldan ketish kerak. Nima uchun student bu bilan aytdiki, boshqa dunyo deb? Chunki student Rossiyadagi eng xavfsiz, eng ishonarli migrant hisoblanadi. Chunki u keldimi, yuqorida aytgandek daktiloskopiya, u o'qiydi, uni maqsadi bor, uni turar joyi aniq, och qolmaydi, ko'chada qolmaydi. Migrant potensialni. U mana shu 4 yil jarayonida adaptatsiya qiladi, chunki ularga o'ris millatiga taalluqli domlalar aksariyati dars beradi, kultura, общество знания, atrof muhit hammasini o'rgatiladi. Вот он potensialni kerakli odam. Kerakli odam. Chunki xuddi o'sha universitetda aksariyat fuqarolar shu yerda o'qigan, on ravnopravие shuning uchun. Teng hisoblanadi. Keyin mana finansiy narsani hal qilaylik-da, muhokama qilaylik. Biznikilar ko'pchilik keladi, patent qiladi. Hozirgi kunda patent necha pul? 30, 40, ну где-то 50-60 ketadi-da, plus yana bir oyligini to'lash kerak. Bu birinchi oy. Birinchi oy 6 keyin yana 1 yil ichida yana qancha sarflaydi? 90 yo'q 100, 100. Mana qarangda, har 3 oyda bo'ladi. 150, 160 ming pul 1 yilga sarflayapti. Faqat hujjatga. To'g'rimi? Bu shu patentchi. Shu patent sanaliki 100 ming. Patent 9 mingdan hozir? 9 mingdan 108 ming bo'ldi. 108 ming plus 60 ming где-то shu registratsiyaga 168 ming. Da, 168 ming plus Знание русский языка 60 ming patentni shu birinchi kuniga, то есть patent, отпечатка, знание русский языка plus o'sha 60, 100, 200 qanchadir bu 228 ming hisobladim. Keling, 200 ming olaylik. 200 ming rubl. Ha, 1 yilga biznikilar kelib sarflayapti patentga. Da, 1 yilga. Endi o'qishga, mana masalan, O'zbekistondan, mana hozir kimdir bizni ko'ryapti, o'qishga kelmoqchi, kirmoqchi. Qancha sarflaydi bu? Qancha sarflaydi? O'sha 200 mingni o'ziga sarflasa, kredit chiqdi, tam bileti, dokumentlari hammasi, o'shani foydasi ham qoladi. Где-то agar kontraktga kirib qo'ysa, 2 oy ichida 100 mingga bormaydi-da xarajati. Ha, 100 mingga bormaydi. Bormaydi. Demak, shu o'qishga kiradi. O'qishga kirib, kontraktini частini to'lab qo'yadi. Nima uchun bizda o'zimiznikilar shu narsalarni bilmaydi? Bilmaydi, elementarni bilmaydi. Buni hech kim chiqib bizga o'xshab gapirayotgani yo'q. Mana endi gapiryapti. Sabablaridan biri, ko'pchilik o'ylaydi, aksariyati. Boraman dedi, 2 yil ishlayman dedi, jentra olaman, qaytib kelaman dedi. Shu bilan ketmayman dedi. Qaytib boradi, jentrani ham shu qaysidir bir tovar bir savdogardan oladi, moshin purushdan. Probiga hal oldi, moshin chappa bo'ladi, avariya bo'ladi, yana qaytib keladi. Ko'pchilik ko'rganman, mana oxirgi marta ketyapman deydi. Nega yana qaytib keladi? Никогда не говори никогда deydi-ku. Yana qaytib keladi.
bular o'ylaydiki 4 yil tam umr o'tishi shu yerda qolishim kerak deydi. Zato 4 yilga ular maqsad pul ishlash uchun keladi aksariyati. O'shani to'g'ri yetkazsangiz, o'sha maqsadingga qo'shib diplom olishing mumkin desangiz, endi uni targ'ib qilish kerak, ko'rsatish kerak, misol keltirish kerak. Bizlar hozir aytamiz-ku, mana siz aytasiz 1800 общага desa kuldingiz, ha? Вообще Вот bloger bo'lib 1300 800 emas. 1300 rubl общagaga to'layman desa, вот mana sizda inson faqat ko'rmagunizcha Men ishonmadim, borib ko'rdim. Borib ko'rdingiz-ku. endi tasavvur qiling, oddiy mana 20 ga kirgan, 18 ga kirgan bolalar aytdi, bular ham deydi, hozir yolg'onchida bu halay qiladi deydi. Shuning uchun video oldim deyapsiz-ku, o'shani ko'rsating. O haqiqatdan ham общагasi qancha turadi? Men ko'rdim, borib ichkariga bolalar bilan gaplashib ko'rdim. Siz o'qigansiz, Rossiyada o'qigansiz. Общagaga necha pul berardingiz? Endi bizniki kazarma edi takoyda, davlat tomonidan. Vashi bepul короче. Tak bilaman, shu meni qo'shni общagalarda yashardi bola Politexda. O'sha vaqtda aytaman 830 rubl, почему 30 rublni bilaman. Oxirgi menda 30 rubl so'ragandi bir tanishi, 30 rubl yetmayapti deb. 800 rubl. 30 rubl edi. Ham yetmaydi. Yo'q, 6 oy, 7 oylab bolalar bepulga yashab yuradi. Yo'q-e. To'lamada, ko'pchiligi to'lamaydi ham shuni. Bechoralarga ayol kelib qachon Kamindan. to'laysan, kamindan qachon to'laysan, qo'ymayman deb janjal qilardi bor. Lekin baribir qo'yaveradi. Tavsiya bering. Top tam 3 ta направление migrantlar uchun, nafaqat bu yerda, O'zbekistonda ham, yoki Tojikistonda, yoki Qirg'izistonda ham kerakli bo'lgan направление. Qarang, yana bitta yerda qo'shaman. Diplom davlatniki bo'lishi kerak. Chunki O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham davlatli diplom o'tadi. Davlat universitetlari, частный universitetlarga o'tmaydi. Biz hozir davlat universitetlari haqida Faqat davlat universitetlari to'g'risida. Endi bu yerda juda важно bir narsani tushunish. Texnika, hamma joyda texnikami? Yo'q-ku, O'zbekiston uchun отдельный texnika. Yo'q. Texnicheskiy направлениyalarga kirish kerak. To'g'ri-da. Mana Yurisprudensiya, men o'zim o'qiganman, yurisprudensiya farqi bor ekan-da. Shu farqi bor unda. Unda boradi, O'zbekistonda yana o'qiydi. Yana o'qitib, yana qaytadan O'zbekistonda qonunni topshiradi. Menda shunaqa. Yurisprudensiya shunaqa. Yurist har bir davlat o'zining davlatiga pattachit qilib Shunaqa. Sistema. Ekonomistchi. Ekonomistlar, ekonomika hamma joyda bir xil. Masalan, международный ekonomikalar bor. Neft gaz. Hamma joyda neft boshqacha berdi. Hammasi bir xil, faqat обработкасida boshqacha, gap katta. Lekin bizni shaharda Tyumenda Neft-gaz universiteti bor. Endi neft основной o'sha tomonlarda juda ham ko'p O'zbekistondan studentlar keladi. Bu slishkim ko'p. Neft-gaz masalasida, chunki ko'pini suhbatlashganimizda dadasi, otasi kimdir shu Neft-gaz uyda ishlaydi. Ya'ni rossiyskiy kompaniyalar ularga shunday xodimlar kerakki, specialist знанием узбекского языка. Да, знанием узбекского языка. Aynan shuning uchun ular 5 yil, 4 yil o'qiydigan bo'lsa ham o'g'illarini o'sha vaqtda jo'natib, bu kompaniyalar shawarmaxona emas, bugun ochilib erta yopilib ketadi. Ha, shunaqa. Bularni kelajagi katta, shuning uchun shu firmada ishlaydigan, ya'ni oddiy ishchilarning farzandlari o'zi spetsialist bo'lishga tayyorgarlik ko'rib kelib o'qib yurardi. Endi shu yerda yana bitta savol, qarang. Mana bu yerga keldik, keling ishga deb, o'qishga emas. Ishga deb keldik. Bu yerda 10 yil ishlayotganlarni bilaman. Misol 15 yil ishlayotganlarni bilaman. U yoqqa borgandan keyin o'zimizga borib, hech nima ish qila olmaydi, yana qaytib keladi. Chunki o'rganganda bu yerga keladi. O'qisa, men o'zimcha o'ylayman. O'qisa, diplom bilan borsa, men o'ylayman, u yoqqa biror davlat ishga kirib bemalol ishlasa bo'ladi. 100%. Даже u borish ham odamlar bor-ku, подсознание O'zbekistonda, lekin jismonan bu yerda. Jismonan bu yerda, bu yerda qoladi. Bular подсознание u yerda. Faqat shu uyga jo'natsam, men shu fikr bilan yashaydi-ku, ularning dardi shu 1-oydan 2-oygacha faqat jo'natish O'zbekistonga. Faqat jo'natay deydi. Men даже iltimos qilib qolgan bo'lardim O'zbekiston xalqiga. Перестаньте ulardan pul so'rashdi-da. Studentlar. Student emas, yosh bolalar bor-da, ko'p. Saxirvani hozir men ko'p ko'ryapman-da, masalan. Yoshlar juda ko'p-da. U yoshlar bor-ku, hozir ularni o'sha Saxirvadan shunday olib chiqsak, da hammasini kerak. Sen kim bo'lmoqchisan? Sen kim bo'lmoqchi eding yoshligingda? Iskandar aka, siz kim bo'lmoqchi edingiz yoshligingizda? deb hammasini bitta-bitta so'rab joylashtirsak bor-ku, o'sha aytaylik 1000 ta studentdan, o'zbek studentidan 700 tasi oxirigacha boradi.
чисто потому что bu sharoit, bu tinchlik, bunaqa xavfsiz и bunaqa sharoitlarni ko'rib u aytadi, "Ne, menga bu выгодноroq" deydi. Da majburlikdan ham o'qib, harakat qilib, короче, boradi. Rus tilini bilmayman, o'qisam bo'ladimi? Rus tilini, masalan, bilmayman degan bilan bor-ku, siz rus tilida minimalniy ball ola olsangiz bo'ldi. Minimalniy ball olishingiz uchun rus tilida u yerda unaqa intizomli bo'lsangiz yo'q, shunga kifoya. nima deydi? U yoqda unaqa o'rganasan-da, yil jarayonida o'qishga kiryapsan-ku. Da, u bemalol. Endi shuncha ham aytadi-da, ish bilganga bir tanga, til bilganga ming tanga. Bu bor gapda, bu fakt shuni. Men buni studentlarni ko'rdim, gaplashdim ular bilan. Menga kayfa ular bilan gaplash. U bittasi aytadi, "Men o'qish tugatdim" deyapti. "Men o'sha magistraturaga topshiraman." Nima ish qilasan desa, "Men mana shu kompaniya bor, o'sha kompaniyada men shunaqa отделni boshlig'iman" deyapti. Tushunyapsizmi? O'sha men boshlig'iman. Uje ham ruslar bilan kommunikatsiya qilyapti, ham o'zimiznikilar bilan и o'rtada, короче, o'zini yo'lini topyapti-da, tushunyapsizmi? Migrantlar uchun bu hozirgi mana o'qish imkoniyati juda ham sotsialniy страховая подушка desak ham bo'ladi. Bu hozirgi kunda migrantlar, ya'ni migrant deganda migrantlarga qarshi emas, noqonuniy yurgan migrantlarga nisbatan Shu haqida gaplashyapmiz biz o'zi. kuchaydi-da. Ana shu noqonuniy degan so'zni o'zgartirish uchun o'qishga kirish eng zo'r optimal aktualniligi varianti. Keyin mana shu yerda bitta savol menga ham tug'iladi-da. Mana o'zimizdagilar bu yerga aslida pul ishlash uchun keladi. Pul ishlash uchun keldi. Puli yo'q. Qanaqa qilib o'qishga kirsin? Qanday? Prosta bushda maslahat. Qarz olib turish kerak, tanish bilishi bo'lsa, 150 ming bo'ladigan bo'lsa, u любом случае ishlab ham patentga, unga bunga baribir o'sha pul rasxod qiladi. Baribir o'sha pul ketadi. Da. O'qishda esa unga kontraktni, byudjet kontraktni to'lashingiz kerak va birinchi kontrakt to'laganingizdan keyin sizda bemalol ishlayverasiz, chunki dokumentlaringiz hammasi bor. Yashash joyi bor, yashash joyi bor, ha. Qarang, shunday ko'ryapman. bu siz aytyapsiz-ku, puli yo'q. Puli yo'q odam Rossiyaga birinchi o'rinda kela olmaydi. Как minimum baribir qarz olib keladi, biletga borda bu narsalar borda. Вот. Hozir kimdir qayergadir kelish uchun enta количество qarz olib keladi. Вот mana shu enta количество qarz ertaga mana shu qarzini baribir olib patentga ishlatish uchun ham pul tiqiladi-ku baribir. U ham enta количество, spravka, balobatlar, ular hammasi pul. Masalan, biz O'zbekistonda emasmizki, чтобы biz kelib xolamizni uyida o'zicha yurib ishga kirib ketib boshqa qilish uchun. Точно так же RF гражданlar, Rossiya гражданlari ham borsa, ular ham xuddi shunaqa bizni как рабочий bo'lib kelsa, bizni nimamizga rivoya qilib pul ishlatib, bizda naborot ko'p ham ketadi bu yerdan ko'ra. Bu yerda dokumentatsiya qilib olish ko'proq ham ketadi даже. Endi bu yerda 3 ta top lifehack. Bu nima? Birinchisi, o'zi harakat qilish. Kelsin universitetga, harakat qilsin. U yerda ham rus tilida. To'g'ridan to'g'ri. Da, to'g'ri universitetga kel. Qaysi vaqtdan boshlanadi? 20-iyundan boshlanadi. 20-iyundan o'qishga qabul boshlanadi. Eshik ochiq, hamma kirib chiqib yuraveradi. Любой universitetga borib o'qishga topsh. Ya поступить desin, bo'ldi. Ya поступить. Bo'ldi. Я хочу поступить. Да, я Lifehack. Lifehack. Я хочу поступить. Endi unga ham bor deydi, bu dokument taxlab kel, bu dokument taxlab uni hisoblamaylik, uni hisoblamaylik, mayli. Uni hisoblamaylik. Prosta universitetga keldi. Men o'zbek tilida tushuntirib bersam, qanaqa universitet nima? Unga rus tilida tushuntiradi, qanaqa tushuntiradi? Mana oladi. Qog'ozlarda направленияni men beradi, ознакомьтесь deydi. Ознакомиться qiladi. Вон там внизу deydi, документы какие нужны. Qanaqa dokumentlar kerakligi yozilgan. Bu понятно, buni hech kim qilmaydi. Bu birinchi loyiha, o'zingiz bepul variant. Ну, buni hech kim qilmaydi. Bu bepul. Ни в коем случае men aytmoqchi emasman, patent qilmanglar, borib student bo'linglar. Yo'q, gap unga emas. Demoqchimanki, kelib bu yerga o'qib, o'zinglar bilan birga diplom olib ketinglar. Borib O'zbekistonda ham ish topasizlar. Mana shu ma'noda qilyapmiz-da bu narsani. Men aytmoqchi, bu yerda hozir hech kim, masalan, men ham, Iskandar aka ham, siz ham bu yerda patent qilmanglar deysiz. Yo'q, unaqa. Просто bu yerda сравнение ketyapti. Да, сравнение ket. Чисто спортивный сравнение. Сравнение, masalan, спортивный интерес. Спортивный интерес. Sportivniy interes masalanda, men bilmayman og'rig'i qayerda. Ishchi migrantlarning og'rig'ini men bilmayman. Menga bir xil paytlar aytib beradi, men ishchi kuchlarini gapirib berayotgan gapidan men shokda bo'laman yanada. Chunki men u narsani boshimdan kechirmaganman. Kelganimdan student bo'lib kelganman. Menda prinsip men bo'lganman-da, men birinchi ishlaganman, tushunyapsizmi? Ishlab pul qilganman.
moshina olganman bu yerda, taksilik qilib ko'rganman, u ham bo'lmagan, uni qilganman, buni qilganman. Keyin aytganman-ku, o'qishim kerak ekan, o'qisam zo'r bo'laman. O'qishga kirganman, u yoqda ham nima desam, o'ziga yarasha hech nima oson emas. O'ziga yarasha qiyinchiligi bu. Yo'q, men arz qilsam bu joyga. Sizlarga ham chiqadi-ku, meni uxlatib ketyapti. Gapiring hozir. Aldamanglar birodarlar. Bu yaxshi emas. Yaxshi emas, biling. Ishlasam nima? Yo'q, tushuni bilanda. Короче, ikkinchisi sharoitini tushuntirsa, masalan, любой kompashkaga boradi. Любой emas, endi borganda ham analiz qilib borish kerak-da. Agar sharoit mana shunaqa. Lekin kirishim kerak. Kirishim kerak, men student bo'lmoqchiman. Menga oymi, короче, necha Bo'lib oyga bering. bo'lib berish ehtimoli bo'lsa, qilib bering. Men chestno aytaman, вот qila olmayman bu ishni. Или же menga skidka qiling, yaxshiroq. Menga ayting nima qilishni, men o'zim yugurib borib qilib kelay. То есть bitta ishingizga pul bermang. Sizlar qiladigan ishni Ha. o'zbekcha tushuntirasiz. O'zbekcha tushuntiring, men qilay o'zim. Все, mayli. Я за это тоже готов. Главное, пускай попробует mana shuni proba qilib ko'rsin student hayotini. Yoshlar, ba'zi birlar bor, misol uchun, men endi o'qiy olamanmi, yo'qmi deydi. Ограничение bormi? Yo'q, mana men sizga yoshlarni qo'yib beraman. O'rtog'im tavsiya qiluvdi. Shu preobrazovание o'qishga kirish uchun bir oy oldin topshiruvdik, mana studentskiy bilet oldik. Shu videoni ko'rgandan keyin xalqimizda bir gap esimga tushdi. Tug'ilgandan to qabrgacha bilim olgan. Bu akamiz sizga yaqqol пример. 50 yosh, Kecha men 33 yosh ko'rdim. 45 yosh, 33 yoshli edimi? 33 yoshli. 33 yosh edi uchrashgan. Ko'rinishi yosh Ha, ko'rinadi. 33 yoshli ekan. 33 yoshli bolalar, xotini bor, bola chaqasi bor. Normalmi? Ana u nimaga borku, xotin, bola chaqangiz bo'lsa ham yashasangiz bo'lar ekan. Общагada. Семейный общежитие. Men aspirantlarni ko'p ko'rardim Ha, aspirantlar. O'sha universitetda uylanib, o'sha universitetda yashab, o'sha universitetda ishlab. Семейный комната beradi. Не как общая, а Da, как семейный, семейный. shu narsa. Mana. Yo'q, sharoit ko'p izlanganga. Men kecha bittasini ham ko'rdim, toshkentlik bolani. Sochi jingalak, ana mediada ishlar ekan-ku. U universitetda, короче, o'zini Mediasi. media tomonlama ko'tardi. Press службасimi? Ha, вообще Вообще rech juda kuchli unda. Смотрите, aktyor undaqa yo'q O'zbekistonda undaqa. Тогда музыка, зал, поехали! Всем привет! Это новогодний выпуск Дня открытых дверей в Московском политехе. Сейчас мы находимся в лаборатории, в которой занимаются конструированием и монтажом. Так что прошу в твою камеру для будущих студентов нашего университета. У меня в студии человек, который более 20 лет назад переехал из Эквадора в Москву, закончил, вернее даже окончил наш университет, был деканом транспортного факультета, реализовал десятки проектов за эти годы, связанных с транспортом. Intervyu oladigan bola yo'q. Молодец. Короче, bittasi Malika bozori bormi O'zbekistonda? Ha. Malikayda hozir Berdaga- Abu Sahiy. Bu yerda Garbushka. Bilasizmi? Ha, Garbushka, конечно. Telefon bozor, texnika bozori. O'sha yerda. Mandan Ha, u Garbushkada Oy, ya O'zbekistonlik bola diplom shunday universitetdan chiqishi bilan RVP qilib oldi, VNJ qildi, grajdanstvo oldi. Bitta menda hozir grajdanstvo yo'q, sababi nimagadir yuragim xohlamayapti, ko'ngil xohlamayapti. Shu. Hamma sharoit bor. Hamma уже движнякda-da, tushunyapsizmi? Soqqani payida hammasi u yoqdan tortadi, bu yoqdan Valbersda ichida yuribdi, Azonda ichida yuribdi. Bolalar hamma движнякda. Ular вот potensialni mana qarangda, nimaga именно taki Iskandar aka aytganday, unaqa odam, mana bunaqa studentlar важен государствоga kerak bunaqa odamlar. Mana kim bo'lib chiqdi? Налогоплательщик, biznesmen, o'zini yo'lini o'zi topdi, и plus к этому ishchi kuchi yaratadi u. По-любому, mana o'zimda qo'limda 18 ta odam ishlaydi. O'shalardan 4 tasi rus. Гражданин. Любой студент bu potensialniy studentki, что bu o'zi haqida o'zi vызов tashlaydi. Men ushbu jamiyatni o'rganishga, ushbu jamiyatga foyda O'zimni o'zim keltirishga, topishga вот qadam birinchi qo'yapti student. И при этом, ну раз sen qadam qo'yapsan, то есть инициатива bildiryapti. Inisiativa bildirgandan keyin zачем uni yana tekshirish? Одно дело qayerda yotishi bor, qayerda turishi bor, yotadi. Nima ish bilan shug'ullanishi Да, bu? nima ish bilan shug'ullanishi и qanday o'qish jarayonini ham biladi. Это хорошо. А другое дело, boshqa Mr. X keldida, aeroportdan tushdi, yo'q. Yo'qolib. Na registratsiya. Kim biladi? Davlatning birinchi vazifasi totальный kontrol. Bundan keyin
hozir 30-aprel tugaydi-ku, Да. 5 barobar ko'proq deportatsiya bo'ladi. Да. 5-10 barobar qattiq deportatsiya bo'ladi. Odamlar yuribdi, hozir aprelda oxirigacha reyd bo'ladi, chidab turishimiz kerak deb. Yo'q, bu narsa kuchli bo'laveradi. Qachonki siz davlat bilan o'ynashib bo'lmaydi, siz целый butun davlatni aldab turib, ha, men bilmaydi-ku, ko'rmaydi-ku, yo'q. U zamonlar o'tdi. O'tdi endi. Hozir будь любезен, выбирай. Либо legalizuйся вот migrant bo'lib, hamma patent to'la. Tanlov sizda. Либо o'qigin, ishlagin. При этом o'qish ishlashi plus tomoniki, что siz kelajakda VNJ и RVP olishingiz mumkin. RVP и VNJ. Buni sabablari o'zingiz tanlaysiz. Siz perspektivani qanday ko'ryapsiz? Agar siz 2 yilga haqiqatdan ham shu Lacetti shu Gentor olish uchun kelsangiz, 2 yil bo'ladigan bo'lsa, vыбор за тобой. Вот 2 yil to'lab shu qonun qoidaga rioya qil, liba o'qigin. Shu plus дальнейшем qanday ishlashini o'qilamiz. Редкий случай bo'lyaptiki, что 2 yil ishladi, ketdi, shu bilan kelmayman degani bilan baribir hayot shunday bo'lyaptiki, kelyapti. И даже bu yerda 2 yil o'qisa ham, hozir men bo'layotganda dokumentini olib, перевод olib ketishi mumkin. Ha, Bemalol, hech narsa yo'qotmaydi. Naborib перевод qilib, u yoqda prestijniy universitetlarda o'qisa bo'ladi. Иди student bo'lib jentirangni minib yur. Muammo yo'q. Student bo'lib ham jentira topsa, naborot ko'proq pul topadi bu yerdan. Hozir bu yerga migrant bo'lib kelgan kishi, ya'ni patent ishlaydi-da, pul hammasini patentlarni qoldirib ketadi. Student bo'lsa o'ziga tikilgan pullarni olib ketadi. Shuning uchun do'stlar, выбор за вами. Да. Biz ни в коем случае patent qilmasdan nima desam, student Shaxsan men bo'linglar. lekin targ'ib qilgan bo'lardim, chem. Yo'q, endi hammani o'zida-da выбор, Iskandar. Hammani o'zida выбор. Biz просто как есть aytyapmiz, qanday ko'rayotgan narsamizni aytyapmiz. Uni tanlov o'zingizlarda. Rustam aka necha yil bo'ldi kelganingizga? Men bir 15 yillar bo'ldi taxminan. 15 yildan oshiq yuribsiz, Iskandar aka? 20 yil. 20 yildan oshiq yuribdilar. Men o'zimga 9-yil boshlandi. Ketaman deb 1-yildan ketaman deb yurgan bolaga 9 yil bo'ldi. 9-yil ketyapti. И в итоге men kelganimda nischem, сейчас hozir ketaman desam ham bor-ku, bu yerda narsalarni sotish juda oson, tez sotiladi. Shu narsalarni olib O'zbekistonga olib ketishim mana juda tez. Bizda bilasizmi qanaqa narsa bor? Biz 2 etajli uy quramiz, который o'zimiz yashamaymiz. O'zimiz bu yerda kvartirada odamlar bilan xotin olamiz. Dingillatmasdan bu yerda xotin O'zbekistonda. Xotin olinadi, lekin O'zbekistonda xotin. O'zi bu yerda. Mashina olamiz, 4 ta g'ishtusiga ko'tarib qo'yamiz. O'zimiz bu yerda avtobusda yuramiz. Ko'rpachan orasiga qo'yib, so'rasa o'zi bilan olib ketgan deb aytib qo'ygan deydi. Yo'q, so'rasa bermadi. Endi bu farzand bor, farzand qiladi, farzandni lekin mehriga to'ymaydi. Ne to что mehriga to'ymaydi. Kerakli payt oldida bo'lmaydi. Yo'q. Eng birinchi aytayapman-ku, kelganga yarasha maqsad bilan kelish kerak. Любой odam. Oliy maqsad qilib, o'shanga yarasha harakat qilsangiz, Shunaqa. hamma joyda qonuniy ishlasangiz, o qonuniy sizga hech kim hech qanaqa pretenziya qilmaydi. O'qishga kirib, o'qish sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Mazza nabarot, mazza qiladi. Yo'q. Bepul produkti. Ko'rdik. Yo'q, endi ne to что bepul bu yaxshi emasmi? Yo'q. Registratsiya, arzon joy, ilm, ta'lim, misol, sotsialniy do'stlar. Keyinchalik bu do'stlar sizlarga qoladi. Bular kim qanaqa odamlar bo'lib ketadi. Связь bu juda ham zo'r narsa. Shu yerda bitta savol, endi meni ko'pchilik Sankt-Peterburgdan kuzatadi. Sankt-Peterburgda proobrazovание bormi? Masalan, qarangda, yana bitta narsa aytib o'taylik. O'qishga kirmoqchi bo'lgan insonlar telefon qilib yoki ofisga kelib bemalol bepul konsultatsiya olsa bo'ladimi? Ya bizda boshidan o'zi bepul edi konsultatsiya. Yo'q, endi baribir hozir aytib qo'yish kerak-da. Konsultatsiya bepul. Aha. Дальше уже masalan, сходу дела уже все biz bilan договор заключать qiladi-ku, уже дальнейший qilinadigan, beriladigan puliga biz o'sha pulini xarajat qilamiz, to есть notariusga beramiz, meditsinaga jo'natamiz, u yoqqa, bu yoqqa, и дальше un bilan gaplashilinadi-ku. Дальше вот уже договор заключать qilingandan bu yog'idagi bo'lgan konsultatsiyalar ham уже это платная информация. O'qishga kirgandan keyin uni 4 yil mobaynida referatini qilish kerak, balo, Voy, yopish kerak. Endi bari bor-da shunaqa. Aytildi-ku hozir, nima dedim, qaytaringlar orqaga. Referat bu tez tarqalaydigan narsa.
Shunda shu istochnikcha o'zgartirasiz, chipir hozir uni tekshiradiganlar ham chiqib ketgan bo'lsa kerak, referatlarni. Avval bor edi, bor edi. Plagiat, точно. Antiplagiat bor, uni ham sxemasi bor. Vek живи, vek uchiz. Sizlar bo'lasizlar-ku, o'sha hamma narsani o'rganasizlar, sizlar yashab beringlar o'shanda, o'sha hayotda. Bu Rustam aka aytadi, "Man deydi, o'qishga kiray deydi, lekin menga semeyniy общежитие qilib bering" deydi. Moskvaga переехать qilaylik, onasi deysiz. Semeyniy общежитие qilib bering deydi. Men o'zim deydi, charchagan paytlarim kelaman. O'qigani Dachacha qilib qo'ymoqchi. Sentrda Moskvani tushunyapsiz? uchta stansiya, ploshad Ilicha. Sentrda turyapsiz, 1000 rubl beryapsiz. Farqi nima? Farqi nima deydi? Men kvartira olaman deb o'z plan qilib yuribman-da. Лучше bu variant menga juda to'g'ri kelyapti. Mana 1000 yil o'qiyman deydi. Juda to'g'ri kelyapti. Bekorga mana 8 yil o'qimadim. Ha, sizdan Ha, 8 yil o'qidim. Ko'tiga ulab o'qiganda. Aspiranturaga urdi. Kir Arslonbek kir dedi, ipoteka olib qoldi. Sizda 3 ta diplom. Ha, Sizda-chi? Уже aspiranturaga. Qizil diplom, bilaman. Men itagi oxirgacha Ya uni hozir doshol. dabis qilamiz hozir. 8 yil o'qidingiz siz. Вот mana 8 yil o'qigan odam, tем более yordamchi bo'lishingiz mumkin, yo'nalish olasiz, opit olasiz, ofisda ishlash Men mumkin. ish joyigacha qilib beraman. Вот agar на то пошло, ochniy formaga kirsin, ochniy formaga kiradi. Ish ham top berasiz. Ish ham top beraman, ishga ham joylashtirib beraman. Ну, понятно, men blin enaga qilib yura olmayman. Pabetimga pul kerak bo'ladi, lekin men полностью olib, RVPO qilib, ishga joylashtirib, hayotini o'zgartirib olishga men готовman. Tog'alaringiz qilmagan ishni qiladi. Legalizować qilib, короче, bizda tupik состояние bo'lgani, bizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan odam bo'lmagan. Bolajonlar, sizlar hozir buni qilib olinglar tez, vaqtinglar ko'p. Sen angliyskini o'rganib yo'q edi, bunaqa. Yo'q edi. Yo, bunaqa sharoit yo'q edi. Biz ham o'qigan paytimiz menda bunaqa sharoit yo'q edi, menda bunaqa bo'lmagan. O'qishga olib kirish bilan shu shug'ullanardi katta diyatkalar. Конечно. U odam yoniga yaqinlashib bo'lmasdi uni. Ular gaplashdi o'zi pul edi. Bor gapda. Men gaplashdi o'zi pul edi. Men shuna kirganman. Так что bu основной mana yoshlarga, maktabda o'qib bitirganlarga ishlab uspet qilasizlar. Lekin agar Rossiyaga keladigan bo'lsangiz va 30-apreldan ham hozir qonun qoidalar o'zgariladi. Shuning uchun boshidanoq o'zlaringni istoriyalaringni isportet qilib qo'ymanglar. To'g'ri, вот mana imkoniyati bor. Juda ham easy. Haqiqatan ham videodan ko'rib ishonmasalaring agar telefon qilib, konsultatsiya olib, va Instagram, mana Instagram. Etap. Mana bu YouTube kanalda turibdi-lar. Ne to, что kelayotganlar. Mana shu yerda hozir ishlab yuribdi. Mana qarang, ishlab yuribdi bizni. Videolarni ko'rdi-yu, taq o'zgardi fikri. Ular ham murojaat qilsa bo'laveradi. Bemalol. Bo'ladi. Kim xohlayapti? Mana hozir mana 11-sinf qo'lida attestati bor yoki kollej bitirganligi to'g'risida diplomi bo'lmasa-chi, O'zbekistonda bo'lsa-chi? Endi u muammo emas-ku. Ha, qayin aytyapman-da. PDF rasmini tashab beradi. To есть men aytmoqchi bo'lganim 11-sinf bitirgan, mana oshnamga o'xshab 9 da bitirmagan bolalar telefon qilib o'tirmasin demoqchiman. 11-sinfda bitirgan yoki 9dan keyin kollejda bo'lib, kollejda bitirganlar dan tortib toki ded bo'lsin, xoh babushka bo'lib kelsin, menga yoqdi shu. O'qishga lekin ограничение yo'q. Mumkin kelsin, men qilib beraman. Men yo'lini qilib beraman shularga. Plusga aytaman. Men yana bir marta aytayapman, O'zbekistondagilarga murojaatim, o'zinglarni qiynab, super kontrakt. Super kontrakt. Super kontrakt. Kirishga muncha. Kirgandan keyin super kontraktga muncha topaman deb o'zinglarni mayib qilmanglar. Yaprashu, chunki sizlar ota-onalarni ayanglar. O'sha pulni hisob kitobini olinglar-u, menga qara. Допустим, $10,000 bo'lyapti. 10,000 dollarga bu yerda bitirib ketadi o'qishni. 4 yil o'qib bitirib ketadi. Ya'ni qisqasi pul ham qoladi. Ha, u pulni biznesga ursa, Mamayev Abbos aka o'tiribdi. Shu yerda agar ijozat bersanglar, men Mamayevni chaqirsam bu yerga. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Mamayev Abbos. Mani birinchi savolimda Abbos aka. Masalan, men hozir universitetda o'qigan paytlarim juda bir distansionni ishni xohlardim-da. И hozir 2025-yilda juda katta возможностьlar bor.
student bolalarga RVP o'qib olish, RVP o'qib olsa bu IPsi bor. IP ochgandan keyin men nima biznes bilan shug'ullanaman deganda hozir Ozon, Wildberries onlayn platformalar juda zo'rda, Avitalar. Shunga ikki og'iz sizdan yo'llanma. Nima maslahat bergan bo'lardingiz? Studentlarga maslahatim birinchi o'rinda ularda katta kapital yo'q. Misol uchun hozir aynan marketplace'larda biznes boshlash uchun to'g'ri IP kerak, RVP juda ham katta yordam beradi IP ochishga, lekin hozirgi kunda shunaqa strategiyalar bo'lyaptiki, xitoyliklarning o'zi kirib kelyapti. Ular katta summalar bilan reklamalarga katta vложение qilyapti. Shuning uchun kam kapital bilan boshlash juda ham сложно bo'lgan. Shuning uchun studentlarga boshqacha maslahat, ular hozirgi paytda magazinlarda udalyonniy o'zini o'qishidan keyin ham upravlyat qilsa bo'laveradi. Bu как menejerlik sohasi. Xohlasa O'zbekistonda, xohlasa Rossiyada, xohlasa o'qishdan keyin oldida bitta по-любому ularda kompyuter bo'ladi. Studentlarda русский говорящий bo'ladi, грамотный yozishni biladi. Misol uchun yillar davomida o'qigandan keyin tushunadi-yu. Вот yosh shunaqa kallasi toza bolalarni menejer qilib olsa bo'ladi. Bu juda ham hozir rivojlanayotgan soha, sababi katta ishlab chiqaruvchilar, Xitoydan kelayotgan tovar bor insonlar yoki misol uchun siz biznesga kirmoqchisiz, 3-4 million pulingiz bor, tovar keldi, lekin siz vaqtingiz yo'q, kompyuterda oldida o'tirib u tovarlarni joylashga, reklamalarni yoqishga, klientlarga odzivlarga javob berishga yoki bo'lmasam ichki algoritmlarni o'tirib to'g'rilashga. Вот shunaqa momentda men o'ylaymanki, yosh studentlarga maslahat berardimki, menejerlik sohasini o'rganishga. Bu yoqda pul rasxod qilmaydi, riskovat qilmaydi, tovar sotib olish shart emas, hammasi riskda. O'sha поставщикda, o'sha ishlab chiqaruvchini yoki tovari bor inson bilan ishlab o'pit oladi. O'ziga studentga kerakli tema. O'ziga uverin bo'lgandan keyin Uni bankrot qilib o'zi ochib oladi. Yo'q, menejer o'pit oladi, o'pit oladi. Qaranglarda hozir mana o'zbek biznesmenlari juda ko'p Moskvada. Biz o'qidimiz, juda ham ko'p. Вообще ko'p. Ular oldin mana Sadovat Food City, ya'ni offline magazinlarda ishlagan. Ular ham endi sekin-sekin kirib boryapti. Kirib boradi, yoshi va kasbiga tayangan holda ular onlayn marketplace tushunmaydi. Ana o'shanda ularga o'zbek tilida gapiradigan menejer, o'zbek tilini, ya'ni biznesni egasi bilan u to'g'ridan to'g'ri biznesikovoy baryer gaplasha olish kerak. O'shandagina ish yuritishi yengil bo'ladi. O'zbek biznesmenlar bor, aksariyatini endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, boshqa millatga ishonmaydi. Boshqa millatni haligilar bo'lsa ishonmaydi, bu sukachalik chopadi deydi. O'zimizda ham допустим Anjandan bir yili boshqa joydan ukamiz bo'lsa, uka deydi, mana qanday bo'ladi deydi. Bu aka deydi, bunday bo'ladi deydi, shu tushunmaysiz va ishni bering, men qilaman deydi. Yo, endi u ishni bering deyishi ham shart emas. Unaqa insonlar ko'rsatadi-da. Iskandar akani gapiga qo'shilaman. Unaqa insonlar traditsionniy biznesmenlar. Offline biznes qilib yurgan, naqd pulni yaxshi ko'radi, onlayn biznesga vaqti yo'q. Например, birorta tovarni описаниесini yozib bering desangiz, yosh bolalar ChatGPT orqali yozib, uni xatolarini to'g'rilab turib, kartchkalarni sajdat qila oladi. Unaqa insonlar bunga toqati yo'q. Siz aytayotgandek kelishadi, meni boshimni qotirma, menga bitta odam ber, 50 mingdan kerak bo'lsa 300 ming rublgacha oylik oladi ular. Оборотga qarab turib, menga menejer ber, bo'ldi, pulini beraman, tovarimni olib kelaman, puskay o'zi shug'ullansin. U bola qayerda o'tiribdi? Общежитiyada o'tiribdimi? Farqi yo'q. O'zbekistonda parada o'tirib ishlayaptimi? Umuman farq yo'q. Mana misol Iskandar akani ukasi Akbarbek ham student, lekin parallelni hozir mana menejerlikka tayyorlayapmiz. Da, tayyorlayapmiz. Endi notebooklar просто udalyonni boshqaradi. Tamom, o'shanga bitta magazin olsa 50 ming rubl, ikkita magazin olsa 100 ming rubl, agar 5 ta magazin olsa 250 ming rubl. Hozir RVPO beryapti. Biz RVPO olish uchun diplom olishimiz kerak edi. Hozir endi qarangda, oldin biz notebook bilan kelib oliftalik qila olmasadik. 20-yildan keyin hozir bolalar olib turib kompyuterda ish ishlab yotibdi. Men siz aytayotgandayda, men o'zim inagda prorektorlar bilan syomkaga chiqamanda, kirib sekin biz kirganimizni sezgan ham yo'q, chunki u vnik tudada kirib ketgan,
dang'ir dung'ir urib anavi soqqani soqqaga solib yotibdi parada kirib keyin sekin aylanib qarasam marketplace'da o'tiribdi ichida menejerlik qilib короче kartochkani yurityapti xuddi shunday короче krutit mana bu puli bor kartochkani. insonlar tomosha qiladi bizni misol uchun siz bilan qilgan Iskandar aka bilan qilgan intervyularimizni tam tushunmaydi stroykada odam ishlatgan prorab yoki bo'lmasam o'sha eski biznesmen pul yig'ilib qolgan ko'rpani tagida yotibdi u menga nima savol beradi birorta bola yo'qmi tushunadigan birga ishlasak endi bu yoqda не только menejerlik qilsa bo'ladi agar opiti oshgandan keyin ham o'sha investorni puli orqali 50-50 ishlasa bo'ladi 60 ga 40 ishlasa bo'ladi именно tovarga pul investorni расчетный счетiga tushadi u yoq безопасный u pul tikayotgan odam ham уверен что student bola uni puliga xiyonat qilmaydi a student bola удаленный ishlab turib protsent oladi bizda unaqa o'quvchilar hozir достаточно uzoqdan даже O'zbekistondan turib ishlaydigan bolalar bor Toshkentdan turib ishlaydigan bolalar bor даже xitoyliklarni akkauntlarini yuritayotgan o'zimizda o'zbek bolalar bor xitoyliklar do 10 million 10 million rublgacha вложение qiladi bitta akkauntga bu просто yo'q joydan riskovat qilib o'tirmaydi lekin уже tushunadi u bu tovar yaxshi sotildi bu tovarda minusga ketdik opit olgandan keyin ertaga u bolani polyaga shunaqa qo'yib yuborsangiz u qayerdan pul olishni biladi qayerdan tovar olishni biladi qayerda xato qilish kerak emas qayerda ko'proq pul ishlasa biladi уже bez pul opit oladida hozir bunaqa imkoniyat oldin bizda bo'lmagan bez pul imkoniyat biror narsani попробовать qilish uchun kamida biz 500 ming rubl yoki 200 ming rubl minusga ketganmiz o'zingiz ham bir biz ham shu davrlarga yetib keldik Короче, hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan bolalar o'qishga kirish ish topib beradi. vo endi aytmoqchi edim man sizlarga mana gapimga hozir javob beryapman mana oldimdagi odam ham masalan ishchi talantливый xohlaydigan xohishi bor yalqovlar menga ham kerak emas bo'lsa mana уже bitta potensial mana qidirib yurgan odamlar bo'lsa deyapti mana rekomendatsiya qilib Abbosdan so'raganlar bunda ko'p biznesmenlar bunga murojaat qiladi u kuni ham shu даже skladga borganimizda ham Abbosga xuddi telefon qiladi sizlar bunda o'qiydi-ku odamlar mana men yuritaman deydi birovda puli bor onlayn dars o'qiyapti lekin yangi kelgan odam vaziyat qila olmaydi mana ochdimi Abbosdan uni o'qidi birinchi etapni o'qidi tugatdi kartochka tuzish u bu darsligida o'tsayda ham opit yo'q unda ana shu vaqtda bunga murojaat qilib chiqqanda menga davay bir ishchi bergin или menga kompanyon или hamkor shu birga ishlab ana qilaylik deb ko'plab murojaat qiladi Abbosni o'ziga ham kerak nima uchun bunga ham kerak chunki bu o'ziga keladigan biznesmenlarga yaxshi xodim bersa undanda yaxshi Rahmat. sizlarga rahmat kelganingiz uchun Rahmatda bu. mana ustozlar Hoji aka, ikki og'iz podpисчиklarga o'zingizni fikringiz. ikki og'iz bo'ladigan bo'lsa zamon o'zgarmoqda zamonga qarab siz ham o'zgaring klassический bizneslar yangi bizneslar bo'lyapti klassический o'qishlar yangi o'qishlar shuning uchun zamon bilan qadamma qadam bo'linglar mani tilagim shu hushyor bo'linglar endi man nima deyman окружениyani agar iloji boricha harakatini qilinglar o'zgartirishga yoki bo'lmasam shu o'sayotgan bolalar bilan birga yurishga o'zingizdan kuchliroq bolalar bilan birga yurishga yoki bo'lmasam haligi stroykaga borib ish qidirmasdan bozorlarda misol endi o'zimni sohamdan kelib chiqqanimda kitayslar misol uchun bozorlarda ular bilan borib ishga kiringlar agar imkoniyatlaring bo'lmasa ulardan ish o'rganinglar именно shu hozirgi paytda pul qayerda bo'lsa xullas o'sha yerda bo'linglar именно pul ishlayotgan bolalar bilan nima desam bo'ladi o'rtoq bo'linglar o'zi ochilib ketadi yo'llar окружение xullas Bizda o'xshagan sizlarda tochib 100% bilan sizlarda o'xshaydi. mani tilagim nima bilasizmi man tilardimki bularga noqulay bo'lgan joyga yurish ya'ni Nekomfortni. да всегда ularga diskomfortni bo'lsa komfortniy bo'ldimi все o'sishdan to'xtadi da shuning uchun man xohlardimki всегда o'zinglarga hayotni diskomfortniy qilish то есть u degani o'zinglar nima emas nima yoqmaydi ertalab sahar turish yoqmaydi badan tarbiya qilish yoqmaydi kontrastni dush qilish yoqmaydi endi sog'lom tarz zoj bo'lib aytib bersam kitob 10 varaq o'qish yoqmaydi 2 soat kino ko'rish yoqadi mana shunaqa tempda tam ko'proq
mana shunaqa sizlar o'zinglarga diskomfortni qilinglar, Rivojini bilib, bosinglar. aktivni Da, bo'linglar. bosinglar. Biz ham ozgina o'sishimiz kerak ekan. Paxta Hamma bergan aytgan gaplaringiz voобще yoqmaydi menga. Sho, hammaga sog'lik, salomatlik, xayr, ketdik.